har bir shopirda, ya'ni mashina mingan, Danielga qatnaydigan insonlarda ushbu ikkita mahsulot bo'lishi kerak. Bu birinchisi qalampir munchoq. Ikkinchisi esa qovoqning urug'i, qovoqning urug'i albatta. Ushbu mahsulotlar nima qiladi? Siz qalampir munchoqni ikkitadan til tagiga solib iste'mol qilsangiz, og'iz bo'shlig'i kasalliklari, qon aylanishi va bir joyda ko'p o'tirgan insonlarda qonlar turum bo'lib qoladi, qonlar qo'yilashib qoladi, qonni suyultirib zo'r qilib beradi va asab tinchlantiradi. Ko'pchilik savol beradi menga, siz nimaga asabiylashmaysiz, shuni nimaga grija bo'lib qolmaysiz, nimaga beling og'rimaydi, bunaqa deydi. Shularni iste'mol qilib turaman har kuni. Va undan tashqari buni iste'mol qilamiz 10 tadan 2 mahal. Ya'ni shopirlarga maslahat. Shu ikkala narsani mashinangizda doimo tursin, doimo iste'mol qilib turing. Sizda prostatit bo'lmaydi, adenoma bo'lmaydi, qon aylanish buzilmaydi, grija bo'lmaysiz, asabingiz ketmaydi. Ushbu narsalar shopirlar uchun eng kerakli ikkita mahsulot hisoblanadi. Kichkina tabib maslahatlariga doimo amal qiling. Podpisatsiya, like tinglasmasing. Ushbu videoni shopirlarga jo'natib qo'ying, shopirlarga. Ya'ni Danielga qatnaydigan va mashinasi borlar ichish kerak, bilish kerak, iste'mol qilish kerak. Sog' bo'ling.